PUBG'da 0 dan Progacha 30 kun, 1-kun. Siz Livik yoki Erangel o'ynayotganingizda squadga qarshi o'yna olmayapsizmi? Men sizga tavsiya etadigan WoW karta sizni albatta o'zgartiradi. O'zingizni o'yiningizdan albatta qoniqasiz. Albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz unda boshladik. Bu kartani ko'pchilik o'ynagan bo'lsa kerak va men bu karta haqida sizga qisqacha ma'lumot bersam. Bu karta 4-ga-4 qarshi bo'ladi. O'zingizning squadingiz va dushman squad. Siz dushman squadni yo'q qilish uchun sizda xohlagan avjo tanlash imkoniyati beriladi. Uni siz do'konga borasizda bepulga sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz snayperskiy avjolar, xohlasangiz DPS, shunga o'xshash avjolar. Siz dushmanni yo'q qilish uchun xohlasangiz uzoqdan adacha qilib otishingiz mumkin, xohlasangiz yaqindan 4-ga-1 masalan squad yopishni o'rganishingiz mumkin. Siz bunda nimalarni o'rganishingiz mumkin? Uzoqdan adacha qilishni o'rganasiz. IQ darajangiz oshadi, texnikangiz. Xullas, bu kartani o'ynasangiz, o'zingizda juda katta o'zgarish his qilasizlar. O'yiningizda o'zingizga borgan sari yoqib ketadi. Erangel yoki Livik o'ynasanglar, qo'rqmasdan qo'lingizda qaltiramaydi squad kelganda, xotirjam otishaverasizlar. Bu WoW kartani kodini Instagram profilimdagi Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Bu Telegram kanalda sizga yoqqan PUBG'ni, chustini va upravleniyasini topsangiz bo'ladi.